qani o'shal Madinaning savob to'la ko'chalari, oyning ikkiga bo'lingan güzellik kechalari, qani Abu Bakr Siddiq, Umar Usmonlari, biz ham tushda bir ko'rsaydik Rasulimning kelganlari. Qanchalik bularga ko'p xursandchilik ulashsa, men o'ylayman, narigi dunyodagi qanaqadir jannatda bo'lgan yo'limiz ochiladi deb o'ylayman-da. Qanchalik bular xursand qilib, qanchalik mehr bersak bularga, arzimagan narsaga bular xursand bo'ladi deb o'ylab qarasa o'zi, qanaqadir o'yinchoqmi, kiyimmi, nima tashlab ketsa ham, bu dunyo endi yolg'onchi, o'tkinchi dunyo, keyingi narigi dunyo uchun o'ziga yo'l ochayotgan hisoblanadi deb o'ylayman unaqa insonlar. Albatta ajri bo'ladi, mukofoti bo'ladi, bu narsa hech qachon javobsiz qolib ketmaydi. Juda ham xursand bo'ldim. O'zim shularga ozgina bo'lsa ham bir xursandchilik yetkazganimga juda ham xursandman. Bu san'atkorlarimiz bilib qo'ysinki, har bir chaqirgan shu xayriya konsertlariga kelish kerak. Bahona qilish kerak emas. Bularni o'sha xursand bo'lib o'yin kulgi qilishayotganini, sizga qo'shilib ijrolar qilishayotganini ko'rasiz. Yuragidan, chin dildan xursand bo'lib ketadi. Mana shuni ko'rish o'zi bir baxt. Endi qatnashish o'zi hissani qo'shish undan ham buyuk baxt. Nima hissiyat? Buni ta'riflab bo'lmaydi. Buni inson o'zini ko'zi bilan ko'rish kerak. Tashqaridan baho berish, eng oson narsa baho berish deydi, maslahat berishdir. Lekin avvalambor mana shu tadbirlarning orqasida turgan barcha jamoaga, Sardorga alohida tashakkur bildirib qolaman va beminnat yaxshilik qilgan ehsonchilarga ham alohida rahmat. Men juda ham xursandman. Energiya oldim, to'g'risi. Men qoyil qoldim, ochig'ini aytaman. Boya kelib tomosha qildim deb bularni qatga olib chiqamiz, ko'chaga ham ichkarigamizda jon kuydirishyapti. Bo'lmasa ularga nima ichkarida o'tkazib keta qolaylik emas. Yo'q, bolalar sig'ish kerak, bolalar bemalol o'ynash kerak degan. Bolalar sizlarga chin dildan rahmat. Chin dildan. Men o'z ko'rib to'g'risi. Yana bir bor Allohga shukr qildimki, yetim-uchamiz sog'ligiga. Men yurtdoshlarimizga aytmoqchiman, siz bugun har bir daqiqangizdan to'g'ri va unumli foydalaning. Yaxshilik qiling, imkoningiz bo'lsa ehson qiling. Ehsoningizni Alloh taolo biriga ming beradi va ana shunday murg'ak qalb egalariga mana Yurak Amri sizga o'rtada bir vositachi bo'lib beradi. Sizga millionlab mehrga muhtojlarni topib bera olishadi. Izlab yurishingiz shart emas. Ular bilan uchrashsangiz millionlab mana shunday mehrga, muhabbatga muhtoj qalblarni sizga yetkazishadi. Endi bolachalar bu haqiqiy farishtalarda. Hammasida albatta o'ziga yarasha kamchilik, muammo bor, o'sha sababli har xil ijro qilyapti, lekin ko'ryapsiz, yuragi yonib turibdi-da ularning hammasini. Sahnaga chiqib, haliga birga aytib, hammasi. Hamma qo'shig'ingizni bilishar ekan-da. Hammaligi yo'q, har bitta musiqa boshlansa, deb chiqib kelishyapti. O'sha musiqasi bilan tanishyapti-da, chiqib kelishyapti oldilariga. Bu yerda haqiqiy kuchli odamlarda. Haqiqatan eng kuchli odamlar, eng yuragi kuchli odamlar. Biz o'zimizni kuchli deb o'ylashimiz mumkin, yo'q, bular haqiqiy kuchli odamlar. O'tga juda ko'p blogerlarni taklif qilamiz. Alloh tanlaganlari keladi. Qanaqa hissiyot? Ikkinchi marta bunaqa tadbirga tashrif buyurishim, lekin har safar kelganimda o'zimni boshqacha his qilaman, to'g'risi. Shu beg'ubor bolalarga qo'shilib, o'zim ham qanaqadir bolalikni his qilaman. Telefon qilib, shunaqa nogironligi bor, irsiy kasalligi bor bolajonlarga tadbir qilib beryapmiz, keling desam, nima uchun ishingiz bo'lib turib, men bildim, gaplashdim. Ishingiz bo'lib turib yo'q demadingiz, aka. Endi asosiy menimcha ishlar shu bo'lsa kerak deb o'ylayman hayotimizda. Qolaversa, Yurak Amri bilamiz, doimo xalqimizga, jamiyatimizga nimaiki yordam bo'lsa, doimo jiddu jahd bilan yurishadi. O'shaning uchun biz ham qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shamiz. Undan keyingi ishlar o'z yo'l-yo'lakay bo'lib ketaveradi. Hozir boshqa maktabdan kelib turib, oyligingizni 2-3 barobar qilib beraman desa ketarmi? Yo'q. Yo'q, keta olmayman. Nimaga? Chunki bularga mehrim chiqib qolgan. Yo'q. Birinchi sinfdan o'zim mana bu bolalarimni olib kelaman, bu yil mana 5-sinf tugatishdi. Ajralish qiyin. Bolalarim juda ham yaxshi. Mana hozir 16-17 yildan beri bu maktabda ishlayapman. Ketmayman. Tushingizda kimni ko'rgansiz? Yurak yuragimda sog'indim sizni.
sizni ko'rgim kelyapti. Kalptalar o'g'il. Oppoq kiyimdamidilar? Soqollari uzun. Soqollari uzun edi. Yoningizga keldilarmi? Sizga nima dedilar aka? Mayli. Yaxshi Yaxshi ko'rar ekanlar? Kimni yaxshi ko'rar ekanlar? hammamizni. Hammamiz yaxshi ko'rar ekanlar. Shunaqandilar. Yana nima deganlar? Yana payg'ambar aytganlar. Musulmon odam taqalarlar. Mana o'qiylar. Qur'on o'qiydi dedilar. Odamlar rastul dedilar. Odamlar jannatdan dedilar. Sog'indim sizni, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni quchgim kelyapti. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Oyijon, men dunyodagi eng chiroyli qismini tug'aman. Eng yaxshi tarafim meni oyim bilan adam shuncha payt kelib bizlarni urishmagan. Hozirdan ota-onamni yaxshi ko'raman-da. Mana shunaqangi holatlar bizni ko'zlarimizni ochadi, qalb ko'zlarimizni ochadi. Ko'rmayotgan narsalarimizni ko'ra boshlaymiz. Qalblarimizdagi dog'larimiz ketadi, gunohlarimiz kechiriladi. Bu shubhasiz aytlar. Hech kim sizni bitta qo'lingni ber, bitta ko'zingni ber, bitta oyog'ingni ber deyotgani yo'q. Faqatgina shu ortib yotgan, oshib yotgan shu ortiqchasini bering o'z egalariga deyapmiz. Xolos. Vaholanki uni ham kim bergan edi? O'zingiz bunyod qilganmi desiz? Yo'q, sizga Alloh Robbingiz bergan edi. Hozirgi gaplarim aynan mana shu kichik jajji bolajonlarimizdan qabul qilasiz. Men balki boshqa bolalardek tez yugura olmasman. Balki hammadek fikrimni chiroyli tushuntira olmasman. Oyi, dada, ustozim, siz tunlari men uchun yig'lab chiqqaningizni menga qarab, qaniydi, bolam tezroq sog'ayib ketsa, qaniydi, o'z oyog'ida yugurib ketsa deb xufiyona Allohga yolvorganingizni sezaman. Men dunyoga hammadek mukammal bo'lib kelmagandirman. Lekin Alloh menga sizdek mukammal farishtalarni, ota-onam, ustozimni berdi. Sizning mehringizsiz men bir qadam ham bosa olmasdim. Menga ishonganingiz, nuqsonlarim bilan ham meni hammadan ko'proq sevganingiz va mendan hech qachon voz kechmaganingiz uchun rahmat sizga. Men albatta jannatda eng tez yuguradiganlardan bo'laman. Albatta sizlarning qo'lingizdan tutaman. Oliy jannatlarga sizlarni o'zim olib kiraman.
Yurak Amri xayriya fondiga xayrixoh bo'layotganlardan hamma omonatinglar shu yerda. Bolalarning qalbida.